Navoiyda umumiy foydalanishda bo'lgan ko'p qavatli uyning yerto'lasini o'zboshimchalik bilan egallab, uy hayvonlarini parvarish qilayotgan fuqaroga chora ko'rildi. Hozir shu haqda. Navoiy shahri Me'morlar ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uy yerto'lasida qonun buzilish holati aniqlandi. Nazorat tadbiri davomida umumiy foydalanishdagi hudud fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingani ma'lum bo'ldi. Yerto'lada sanitariya talablari buzilgan xonaki quyonlar boqilmoqda, yonuvchan va metall buyumlar saqlanmoqda. Bu esa nafaqat qonunga, balki aholi xavfsizligiga ham jiddiy tahdid. Shu bilan birga xonadonda turli xil qushlar boqilayotgani ham qayd etildi. Aniqlangan qonun buzilish holati yuzasidan fuqaroga nisbatan majburiy ko'rsatmalar berildi. Fuqaroga berilgan majburiy ko'rsatmada ko'rsatilgan muddat asosida fuqaro tomonidan yerto'la qismi tozalanmasa, fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga asosan javobgarlikka tortilishi bo'yicha tushuncha berildi. Mutaxassislar tomonidan ushbu qonunbuzarlikka huquqiy baho berildi. Endi esa nazorat yanada kuchaytiriladi. Asosiy maqsad ko'p qavatli uylarda tartib, xavfsizlik va qonuniylikni ta'minlash. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.